qanchada dasturlashni o'rganib, ishga kirsa bo'ladi? Sulaymon aka qanaqa qilib boshida 200 ta joyga rezyume yuborib ishga kira olmay, hozir yurtimizda eng katta IT kompaniyalardan birida ishlayotganlarini videoni oxirigacha ko'rsanglar, bilib olasizlar. Bir kuni qahramonimizning yaqin o'rtoqlari dasturlash zo'r rivojlanib ketyapti. Bu sohada bemalol $1000–2000 topsa bo'ladi deb qiziqtirib qo'ygan ekanlar. Shundan keyin IT kelajak sohasi ekan deb o'rtoqlari bilan birga Udemy'dan onlayn dars ko'rgan ekanlar. Shuni o'ziga 1,5 yil vaqtlari ketgan ekan. Dasturlashni o'zlari o'qiganlar uchun ish topishga rosa qiynalgan ekanlar. 200 ta joyga rezyume yuborib, ulardan 15 tasiga suhbatga borib, bittasidan ham o'ta olmagan ekanlar. Lekin akamiz taslim bo'lmasdan oxiri Andijonga ishga kiribdilar. Keyin Toshkentga kelib 1,5 yil ishlab tajribalarini oshiryaptilar. 2024-yil boshida bo'lsa Uzinfocomga ishga kirishga erishibdilar. Bu yerda prezident maktablarini avtomatlashtirish tizimi kabi katta loyihalarning ustida ishlayaptilar. Bu darajaga chiqishingizga 3 yil vaqt ketibdi. Tezroq qilish iloji yo'qmi deb savol bersam, agar qaysidir kursga borib o'rganganimda ancha tezroq ishga kirgan bo'lardim. O'rganish jarayoni ham ancha osonroq bo'lardi dedilar. Hozir ishlayotgan ishxonamning ichida Ustadi degan IT akademiya ochilgan. O'sha yerdagi kurslarni o'qisanglar, kamida 1-2 yilga natijaga chiqish vaqtinglarni qisqartirsanglar bo'ladi deb qo'shimcha qilib qo'ydilar. Qanaqa kursligini bilmoqchi bo'lsanglar, plus qoldiringlar.